bundan keyingi hamda siz va balkim xizmatdoshlar bilan suhbatlashgansizlar, paranglashib turdingizlar. Bundan keyingi xizmat planinglar nima bo'lsa gapda bu hamda balkim yana aytib aytilishi mumkin, balkim yo'l maqsanglar hamda mahkama bu narsa davom qilyapti deb anladik. Bu millatga xizmat qilish ishi bundan keyin qanday davom qilmoqchi? O'zingiz aytgandek miki hamma narsa shunday hozircha. Shu. Endi xizmatdan bo'shatilganimiz bir reallik, bir haqiqat. Hatto bizning davolanish sug'urtalarimizni to'xtash oldida. Demak, shu nurg'un bir inson bo'lish sifatimiz bilan bir Amerikada yashayotgan odatdagi bir fuqaro bo'lish sifatimiz bilan nurg'un raqobatlarga yuzlanamiz hozirdan boshlab. Sizlik qilish uyingizning pulini to'lamaslikdan, mashinaning pulini to'lamaslikdan, telefon, internet pulini to'lamaslikdan, hatto bolalaringizga tomoqni ustalga akilamaslikdan derak berdi Amerikada. Endi mush masalalarning hammasi bu raqobatlar turmush besimi yüklandi. Bizning avatgan maoshimiz nihoyat odatdagi maosh edi. Boshqa axborot o'rinlariga selishtirganda faqat shu ya'ni normal yashashchu turmush chiqimlarimizni hal qiladigan darajadagi normal bir maoshdi. Ishinib tishinamgidek. Endi bu to'xtatildi. Nurg'un turmush besimlarga duch kelamiz, ammo bu narsalar bizni irodamizni suldag'ini yo'q. Hammamiz hozir ya'ni o'zimizning to'pida aktiv bir-birimizning ahvolini so'rab, yangiliklarni ya'ni to'g'riliq fikrlashib kelyapmiz. Yanıla ümidimizni üzmedik desem yağan emas. Yanıla mush radioni qaytadan asliga keltirdi va yoki Uyg'urlar uchun yana bir mushundaq bir organni qurib berish ehtimoli bor degan umidda biz, ammo bilmaymiz. Shu umid uchun tirishchanlik ko'rsatish bosqichida biz hammamiz tirishyapmiz deylik. Endi kelgusida nima qilamiz shuni qarab bo'ldi, ammo oldimizdagi eng muhim realiy masala turmush chiqimlarimizni qanday hal qilamiz degan uchun tirishyapmiz ham. Maşallah muxbirlarimiz mayli qanday kunda qolmasin, yana irodalikka yana shu ishlab oilasini qamdayotdi. Ba'zilarimiz topolmadik. Ba'zilarimiz hatto bolalarimiz turmush ya'ni chiqimlarimiz, bolalarimizning chiqimlarini hatto davolanish masalasida ig'irchiliklar yuzlanishimiz mumkin. Ammo buni yengib ketishga tirishimiz albatta. Allah hammamizga sog'lik bersin. Boshqa nima deya olaman? Kelgusi to'g'riliq nol plan. Ammo men ijtimoiy taratqular orqali yana ovozimni chiqarganligimni, davom qilganligimni e'lon qildim. Bu mening faqat o'zimning shaxsiy, ya'ni ijtimoiy taratqular orqali muhim temalarda uchuq yo'ruq, ya'ni men bilan suhbatlashishni xohlaydiganlar bilan suhbatlarni davom qildirishni o'ylayman bir axborot organi sifatida emas, faqat bir bunday desak mungdashish fursati beray deb o'ylayapman. Uning planlarini tuzyapman, men tex boshlamadim. Shu inshaalloh undaq ijtimoiy taratqullari qancha ko'paysa shuncha yaxshi. Balkim biriga so'zlamaganlar yana birsida so'zlashni tanlab qilishi mumkin. Biz raqobatchi emas, hamkorlashuvchi bo'lishimiz kerak. Shu ijtimoiy taratqular sutularini qurayotgan Uyg'urlar hammasi bularni intayin jasoratlik taratquchilarchi. Bularning hammasiga men minnatdorlik bildiraman, chunki hech qanday bir mablag' bo'lmay, bir muqim bir fondi bo'lmay turib bu bir qancha soatlik shu haftada ishimiz bir necha minutlikmi deyilib bir suhbatni to'g'ri chiqarish uchun nurg'un ajr qilishga to'g'ri keldi. Material ko'rsiz, vaqtingizni ajratasiz, kuch ajratasiz, aloqalashasiz. Bunun keyindagi nurg'un tayyorlik xizmatlari bo'ldi. Kuch sarf qilsiz. Shu fidokorlik bilan davomlashtirib kelayotgan har biringlarga yana qayta tashakkur bildiraman. Bu ijtimoiy suhbatlarning bo'lishi bek muhim. Axborot erkinligining taraqqiyoti uchun intayin muhim. Biz axborot ya'ni erkinligini muxbirlar orqali yani tutib turolmaymiz. Uni so'zlikchilar, fikrini erkin ifodalaguchilar bo'lishi kerak. Biz faqat to'g'ri savolni so'ray olsak kifoya. Hikoyalarni anlatishni xohlaydiganlar bo'lishi kerak. Bugun har bir Uyg'ur, ya'ni saqlanib qolgan, irqiy qirg'inchilikdan saqlanib yashayotgan har bir Uyg'ur tabarik Uyg'ur. Har bir Uyg'ur
Uyg'urning qiymini, g'ururini, arzu armonlarini o'zi bilan teng ilib yurayotgan mushundaq tirik hikoyalar, tirik kitoblar. Uyg'urlar ishimiz bo'sh vaqtida bolalarga o'zining hayotini so'zlab bersin, kitob yozsin. Yamsa anlasın sözleyemiyor, yani yazamayan taqdirda, shunami? Bu tarix saqlanishi kerak. Bizning texi irqiy qirg'inchilikda qolgan, yani irqiy qirg'inchilik uchirgan millat bo'lish sifatimiz bilan nurg'un sohalarimiz taraqqiy qilmadi. Bir irqiy qirg'inchilikni yo'rtib bera oladigan yuqori saviyadagi bir hikoya, filmimiz chiqqani yo'q. Kitaplar chiqdi to'g'ri, o'xshamagan taraflardan. Yetarli emas. Kunda necha minglagan kitoblar nashr qilindi dunyoda. Bu Uyg'urning kitobi yilda bir Uyg'urning kitobi chiqib qolgani bekmi qo'shib ketarlik ish emas. Dunyoning hamma yeridan chiqish kerak bunday kitoblar. Chunki har birimizning hikoyasi ayrim, har birisini o'xshamagan shakllarda anglatish mumkin. Masalan, shu qirg'inchilikqa uchragan jarayonni ko'rsatib turadigan sahna asarlar chiqqani yo'q. Naqshimi tuzuk chiqqani yo'q. San'at jihatdanmi buni ifodalash, irqiy qirg'inchilikni ifodalab ko'rsatish shakli faqat so'zlash emas. Ya'ni san'at shakli bilan masalan rassomlarimiz ancha-muncha ko'rsatdi ba'zilari. Shunga o'xshash o'xshamagan sohalarda buni ko'rsatish ehtimoli bak cho'ng, cho'chiq. Buni izlanishimiz kerak, qizishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri. Albatta inshaalloh buncha xizmatlardan keyin inshaalloh bu siz so'zlab o'tgan masalalarning aniq suratda hal bo'lib, bu millatga bo'lgan shundoq bir o'z vaqtidagi davr emas hamda har bir telefoni bor inson bir televizor kanal sahibi bo'lgan egasi hamda. Bu tajribalar, bu Xitoyni qaqshitish harakati to'xtovsiz davom qilish kerak, davomlashtiradiganligini ishonman inshaalloh.